Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, aziz obunachilar. MTZ Belorussiya motoblogini qidirib yurganlar juda ko'p bo'ldi, rosa ko'p murojaatlar bo'ldi. Mana MTZ Belorussiya motoblogini sizlar uchun zapchastga to'g'ib qo'ydik. Kimga shuni zapchastlari kerak bo'lsa, agregatlar bilan hozir mana polni komplekt sotiladi. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin albatta. Telefon qilib narxini kelishib, narxi 8 million. Tak, ana bu birinchi skorost. Mana 1 2 4 3 Skorslar joyida, hammasi skorslar joyida. Yaqinroq kel. Mana satelitni ishlatishi. Blokrovka. Ana. So'yishdan maqsad shu polovozga klient chiqib nima bo'lgani uchun iloji yo'q, buni so'yishga harakat qildik. Xudo xolasa so'yamiz. Agregatlari ham bor. Родной kultivasiya mexanizm zasepkalari bilan temir baloni bor. Hurmatli gruppadoshlar, MTZ motoblok so'ymoqchimiz. Sababi andijonlik bir akamizga shu o'ng taraf polovoz mashetidan silikon kerak aka, iloji yo'q degani uchun shu motoblokni so'yishga majbur qildik. Ko'pchilik so'ragandi zapchastlaridan, differensial, satelit, первичный, вторичный vallaridan. Motori o'zini UD15, kompresslari joyida. Ishlab yurib turgan narsa, turib qolgan. 6-7 yil turib qolgan joyida. Skorslari joyida, hamma narsasi. Shuni so'ymoqchimiz. Kimga nima zapchasi kerak bo'lsa, zapchas qilib yuboramiz. Korobka shestanalar joyida. 4 tala skors ham, hozir 4 talasini ham urib ko'rdim, joyida hammasi.